Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Jahon tarixi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Ushbu darsni katta o'qituvchi Akmal Ismoilov olib boradi. Bugungi mavzuyimizni, demak, rejasi bilan ko'rishingiz mumkin. Quyida, ya'ni mavzu nomi so'nggi podshohlik davrida Misr davlatining ichki va tashqi siyosati. Darsimizni qisqacha annotatsiyasi so'nggi podshohlik davri fir'avnlarning yuritgan siyosatlari hamda qo'shni davlat hukmdorlari bilan o'zaro munosabatlar haqida tushunchalar berib o'tish. Rejalarimiz quyidagicha: so'nggi podshohlik davrida iqtisodiy munosabatlar, ikkinchi rejamiz tashqi savdo, Yunoniston bilan aloqalar hamda qadimgi Misr madaniyati va uning xususiyatlari va diniy e'tiqodlar hisoblanadi. Bizga ma'lumki, Misr davlatini o'rganib chiqishimizda uning geografik nuqtasi, joylashuv o'rni, tabiati bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lganmiz. Endi aytishimiz mumkin, bevosita olimlarni nazdi bo'yicha Misr tarixini 5 ta katta davrga bo'lib o'rganishlik tavsiya qilingan. Bunda ilk podshohlik davriga bo'linishi, qadimgi podshohlik davriga bo'linishi, o'rta podshohlik davri, yangi podshohlik davri hamda so'nggi podshohlik davrlariga bo'linishligi aytib o'tilgan. Aynan bugun, demak, so'nggi podshohlik davrida Misr tarixini ko'rib chiqyapmiz. Bu davr fir'avnlari, fir'avnlarning xizmatkorlari, fir'avnlarning qo'shni davlat hukmdorlari bilan aloqalari haqida ma'lumot ulashishga harakat qilib ko'ramiz. Bundan tashqari, mahalliy misrliklarni yashash turmush tarziga ham to'xtalib o'tishimizga to'g'ri keladi. Demak, birinchi galda mashg'ulot bilan boshlashimiz mumkin. Qadimgi Misr davlati hayotida zodagonlar alohida o'rin tutganligini isbotlaydigan mashg'ulot beryapmiz. Ya'ni zodagonlar kimlar edi? Katta yer egalari, katta mulk egalari, fir'avn hukmdorni, demak, qo'l ostidagi xizmatkorlar, bular zodagonlar hisoblanishgan. Ya'niki fir'avnning aytgan gaplari-yu bergan topshiriqlarini vaqtida bajaruvchilar zodagonlar hisoblanishgan. Va ularni, demak, Misr davlati hayotida alohida o'rin tutganligi nimada edi? Ularni vakolatlari bo'lgan, diniy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham, demak, odamlarni yashab turgan yeridan boshqa hududlarga ko'chirishga yokida o'sha nazoratlarni o'z vakolatiga olishlariga bularda, zodagonlarda shunday imkoniyat bo'lgan. Va bevosita ularni bu vakolatidan foydalangan holatda ijtimoiy turmushi ham o'ziga xos yuqoriroq darajada bo'lgan. Yashash sharoitiga ko'ra, masalan, qadimgi Misrda zodagonlarni mana slaydimizda ko'rishimiz mumkin, o'ziga to'q holatda yashaganligi. Ya'ni aslzodalar Misr davlatida yuksak mavqeni egallaganiga, ular tirikligida ham ular uchun qabrlar qura boshlaganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Qarang, moddiy jihatdan o'ziga to'q bo'lgani uchun, vakolatli shaxslar bo'lganligi uchun ko'zi ochiqlik davrida o'zi uchun maqbaralar yoki qabrlar kavlatib, alohida bugungi til bilan aytganimizda o'zi uchun joy olib qo'yib, demak, xuddiki vafot etganimdan keyin shu yerga meni dafn qilasizlar degan ma'noda o'sha maqbaralar uchun joylar buyurtma qilib qo'yishgacha borishgan. Ularni devorlariga zodagonni o'zi yoki oilasi hayotidan manzaralarni peyzaj shaklida, manzara shaklida chizishgan. Shuning uchun ularni hayotiga baho berishimiz mumkin deb o'rganyapmiz. Misrlik zodagonlarni mana qabrlari, e'tibor bersangiz, demak, jozibali shaklda berilyapti. Qadimgi Misrda shu bilan bir qatorda mana e'tibor berishingiz mumkin, bir zodagonni mulkiga guvoh bo'lyapmiz. Demak, tasvir olingan. Slaydga qarab savol javob qilsak bo'ladiki, bir zodagonni hayoti, demak, dehqonlar va hunarmandlar hayoti bilan qanday farq qilgan? O'zingiz mushohada yuritib, ilmiy bahs shaklida o'zaro, demak, fikrlaringizni bildirib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, Misr zodagonni xizmati. Mana bu suratda katta yozuvchi, ya'ni ilmiy odamni ish jarayonida, demak, ilmiy shu zodagonni ko'rishimiz mumkin. Demak, o'tirgan holatda, chordana qurgan holatda yozuv yoki chizuv bilan shug'ullanib o'tirgan, band bo'lib o'tirgan shaxs. Fir'avnlar o'zlarini zodagonlariga qanday buyruqlar berishgan degan savolimiz. Ya'ni
nazorat bo'yicha, odamlarni diniy jihatdan boshqarish bo'yicha, hatto Misr tarixshunosligidan ma'lum, o'zini iloh darajasiga, xudo darajasiga tenglashtirgan fir'avnlar ham topilgan. Bu aslida noto'g'ri qarash bo'lgan, noto'g'ri tushuncha bo'lgan, lekin o'zini shunchalik ulug'lagan fir'avnlar bo'lgan. O'zi u oldingi darslarimizda ham aytgan edik, Misr tarixida e, fir'avnlarni ismini ko'cha-kuyda aytish mumkin bo'lmagan. Masalan, turli ishlarni, bir qancha vakolatlari bo'lgan fir'avn. Sud jarayonida oliy sudiyalik vazifasi, qozilik vazifasini bajarishi mumkin bo'lgan. Oddiy mahalliy, oddiy xalq, aholidan soliqlarni undirish ustidan eng yuqori nazoratda o'zi o'tirgan. Harbiy guruhlarni qo'mondon sifatida boshqargan. Jangu jadallar vaqtida, demak, o'sha armiyaga, qudratli qo'shinga buyruqni bergan. Jang boshlash vaqti yoki tugatish vaqti yoki chekinish yoki hujumga o'tish va hokazo. Bularni barchasi fir'avnni shaxsiy nazoratida bo'lgan. Endi fir'avn va zodagonlarning o'zaro munosabatlari qanday bo'lgan? Bevosita aytib o'tishimiz kerak, zodagonlar baribir xizmat qilishgan fir'avnlarga, chunki tabaqaviy jihatdan eng yuqorida aytganmiz, fir'avnlar o'tirishgan. Fir'avnning zodagonlari Misrning qolgan aholisi bilan bir xil o'rinda bo'lgan aslida. Zodagonlar unga chuqur hurmat ko'rsatishgan, ya'ni fir'avnga uni kamdan kam ko'rishgan, har kuni ham ko'raverishmagan va uni mamnun qilish uchun har tomonlama harakat qilishgan. Uni ko'nglini olishga, uni u bilan uchrashganlarida, masalan deylik, gaplashib turgan vaqtida nimani ko'ngli tushayotganligini oldindan bilishgayu, sezishgayu va uni fir'avn aytmasidan avval bajartirib qo'yishga yoki bajarib qo'yishgacha doim uyg'oq bo'lishgan, harakatda bo'lishgan. Shuning uchun xizmatlari uchun zodagon sodda faxriy lavozimga ega bo'lishi mumkin bo'lgan. Agar noto'g'ri xatti-harakat sodir etiladigan bo'lsa, o'z mulkini yo'qotishiga to'g'ri kelgan. Hatto o'ldirilishgacha borgan. Ya'niki bundan ko'rinadiki, qadimgi davr Misr tarixida zodagonlar fir'avndan cho'chib turgan yoki o'zini o'sha darajasini saqlab turish uchun doim ziyraklik talab qilingan nimadan, zodagonlardan. Shu sabab Misr davlatida zodagonlarni mana roliga e'tibor bering. Eng yuqori qismida demak fir'avn, keyinchalik zodagon va qudratli armiya turibdi. Davlat funksiyalarini uni vakillari bilan solishtiradigan bo'lsak, davlat funksiyalari davlat chegarasi, davlat bevosita mudofaa qilinadi, himoya qilinadi, boshqaruvda demak hukmdorlar tomonidan boshqariladi, tartib saqlanishligi kerak, uy xo'jaligini boshqarish kerak, qonunlarni ishlab chiqish kerak, uni to'g'ri yo'naltirish kerak va uni demak nazorat qilib borish kerak. Mamlakatni boshqa davlatlar oldidagi vakilligi davlat mansubligini belgilash kerak, ya'ni davlat mas'ul bariga. O'sha davr yangi podshohlik bo'lsin, so'nggi podshohlik bo'lsin, o'rta podshohlik bo'lsin, qadim yoki ilk ahamiyati yo'q. Muhimi demak qo'shni davlatlar bilan o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yishda va ichki hokimiyatda ham demak zodagonlar, oddiy xalq o'zaro bir maromda yurtni boshqarishlik fir'avnning muhim vazifasi, funksional vazifasi hisoblangan. Bugungi darsimiz qisqacha shundan iborat edi. Sizda qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa, Telegram messenjeri orqali yuborishingiz mumkin. Masofadan javob berishga harakat qilamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.